Bezmontaj jarayonida. Berering savollar. Aka bitta savol bor edi. Haligi O'zbekistonga yaqinda kelgandim. 4 oy bo'ldi. Endi o'zim faoliyatimni boshladim O'zbekistonda. O'shaning uchun qanaqa maslahat bera olasiz shu odamlarni ko'paytirish, jalb qilish uchun? O'zbekistonga endi keldingiz. Qayerda ishlagansiz? Moskvada. Moskvada o'rganib, o'sha yerda ishlagansiz. Qayerda joyingiz? Hozir ishlagan joyingiz ishlayapsizmi yo endi ishlamoqchimisiz? Ishlayapman. NBU bankda oldida. NBU mikronda. Mikronda Namangan ro'parasida yangi salon ochdilar. Adashmasam salonni sotib olaman dedingiz-a, ijaraga nimadir. Sotmoqchi edim, endi shu bo'lmay qoldi. Keyin men u qishda odamlarni qanday qilib ko'paytirish kerakligi haqida gapirib o'tgandingiz. O'shani aytsangiz. Birinchi o'rinda maslahatim hamma yangi ochmoqchi bo'lganlarga ham sizga ham lokatsiyasini yaxshi tanlash kerak. Eng birinchi o'rin salon uchun lokatsiya bo'ladi. Stoyanka, kiyib ketish, klientlar ko'rish, hattoki joyi shunaqa bo'lish kerakki, joyi o'zi reklama bo'lish kerak. Joyda o'tib ketgan odam ko'rib reklama bo'ladigan bo'lsa, tashqi reklama kerak bo'lmaydi, qo'shimcha. Lokatsiyani yaxshi tanlagandan keyin albatta servis zo'r bo'lish kerak. Ishingiz sifatli bo'lsa, bir marta kirgan mijoz обязательно sizga bog'lanadi. Qo'shimcha xizmatlar siz uchun servisingizni yana kuchaytirish mumkin. Kofe, choy, massaj, maskalar, qo'shimcha xizmatlarda ular. Lokatsiyani yaxshi tanlagandan keyin narx borasida ham bilish kerak. Narxi klientingiz yo'q, joyingiz zo'r qilib qo'yib, mana joyim 100 ming so'mlik joy yo 200 ming so'mlik joy deb 200 ming oladigan bo'lsangiz, klient qochadi. Klient yig'ib olish uchun, klient yig'ib olish uchun eng past narxdan boshlaysiz. Yangi ochilgan bo'ldi, ustozimiz men 200 ming olardi, 100 ming olardi. Mana necha o'shani darajasida hech olishim kerak deb turib 70 ming, 90 ming, 100 ming oladigan bo'lsangiz kirmaydi, ustozingizga boradi. Past narxdan 100 ta klient to'playsiz, 200 taga chiqadi, 300 taga chiqadi. Keyin 300 ta klient ichidan saralab olasiz. Narxi sekin-sekin qo'shib borasiz-da. Haqiqiy fidoyisiz, soch uchun keladigan, narx ko'targaningiz ham ketib qolmaydiganlar bo'ladi. Ana o'shalarni o'zingizga mijoz qilasiz. Narx uchun ketadigan odam hech qachon sizga doimiy mijoz bo'lib qolmaydi. Siz sifatingiz uchun keladigan bo'lsa, keyingina sizga mijoz bo'ladi. Siz narx har qanaqa ko'targaningizda ham, har qanaqa joyga ketganingizda ham, siz orqangizdan borsa, haqiqiy mijoz o'sha bo'ladi. Reklama, mana Instagramga tekin reklama bo'lib qoldi hozir.